Hammaga salom, sizlar bilan Asil Omar. O'tgan videomizda Marvellarda golem bilan urishgandik. Endi Warden Boy bilan urishamiz. O'tgan videomizda Marvel qahramonlari bilan golemni urishtirgan edik. Chumol odam o'lib qolganda. Endi tashlaymiz. Skinimga nima qildi? Skinim joyida. Nima joyim aytmadi? Gapir qo'ydi. Tushunmadim. Nima bo'ldi skinimga? Mayli, skinni o'ynayveramiz. Warden Boy'ni tuxumini olamiz. Ko'rishamiz. Warden Boy. Qani Warden Boy? Mana topdim. Endi birinchi qahramonimiz o'yinga chiqib ketdi, ikkinchisi ham Qora Panterani urishtirganimizda yutgan edi. Endi ringga ketdik. Birinchi o'rin kreativda ko'ramiz. Ring qamaymi? Yo'q. Mana shu. Yarimmasdan qo'sib chiqaman. Hop, boshladik. Voy, yomon qilaman. Voy, balaga qoch. Voy, o'ldiradi. Ay, o'ldirib qo'ydi. Voy, yomon qilaman. Kallangga qo'yag'imni seni. Qani sana mo'l. Bag'da. Bu tarafdan? Ha, yo'q, bunisiga. Kuting yirtib taylaman seni. Qani sana mo'l. Mayli, boshdan joy ochamiz. Warden Boy kuchli ekan. O'ldirib tashlaydi. O'ldirib tashlaydi. Yo'qdi. Ozgina joy ochamiz endi. Qanday bo'lyapti? Shunaqangi. Hop, yo'ldi. Warden Boy. Bugun sening omading keldi. Kapitan Amerika.